Barchaga assalomu alaykum. Yangi videoda sizlar bilan ko'rishib turganimdan va nihoyatda xursandman. Xo'sh, bugungi videomizda AdNextPad'dan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Kimgadir foydali bo'ladi, kimgadir xullas o'zingizlar bilib olasizlar. Buning uchun ro'yxatdan o'tishni bosib olamiz. O'zingizga ma'qul kelgan holda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xoh telefon, xoh email orqali. Bir bosishda o'tamiz, osonroq bo'ladi. Xo'sh, O'zbekiston bonusi Casino 1x Gamesga qo'yib qo'ysanglar 150 tagacha free spin beradi. Xo'sh. Va promo kodga bek 070 yozsanglar, qani bek 070 bek 070 yozib, mana bu tugmani bosib o'tib ketamiz. Promo kod bonus beradi. Bu bonus qanday ishlaydi desanglar, masalan, shu promo koddan o'tib 15.000 so'm depozit qilsanglar, yana bitta 15.000 qo'shib beradi balansingizga. Xo'sh, ro'yxatdan o'tish bosib olamiz. Endi kapcha chiqadi. Men robot emasman. Bosasizlar. Iloji boricha bunaqa kapchani bosmanglar, o'tmaydi. Mana bu pastdagi o'tkazishni bosib, mana buni bosib, sirasi boshqasiga o'tkazib yuboringlar. Bunaqa chiqsa bosinglar. Alohida kartinkalar chiqsa, mana bossanglar, bundoq qilib o'tib ketadi 100%. Mana tasdiqlashni bosamiz va bizga o'zimizning login parolimiz beradi. Buni nusxalashni bosib saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni 1xbetda o'chirib olganingizda yana qaytib kirishingiz uchun. Shu login orqali keyingisini bosib va mana kirib ketsangiz bo'ladi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Keyingi videoda qanday pul to'ldirish va qanday chiqarishni ko'rsatib o'taman. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmanglar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.